Xalqaro jinoiy ishlar soti Xitoyni koronavirusini biologik qural o'rnida ishlatish bilan ayblab sunilgan da'voni bartaraf qilmoqda. Zafar Ardam 2020-yili aprel Xalqaro jinoiy ishlar soti Amerikalik advokat Larry Klaymanning Xitoyni koronavirusini biologik qural o'rnida ishlatish bilan ayblab sungan da'vosini qabul qilgan. Hozir bu da'voni bartaraf qilayotgan Gollandiyaning Danxaq shahriga joylashgan Xalqaro jinoiy ishlar soti erkinlikni kuzatish tashkilotining qurg'uvchisi advokat Larry Klaymanga yozgan maktubida uning mazkur sotqa Xitoy ustidan qilgan da'vosining bartaraf qilinayotganligini aytgan. Xalqaro jinoiy ishlar soti uchur va isbot bo'limining mas'uli Mark P. Dillon Klaymanni bu da'vodan xabardor qilib bir parcha maktub avatgan. Bu maktubda biz uyg'un shaklda bizga kelgan bu shikoyatni Xalqaro jinoiy ishlar sot mahkamasining Rim nizomnomasidagi belgilamalari bo'yicha o'ylashimiz deyilgandan keyin, ammo bu deganlik hargizmi taftish mahkamasining bu haqda bir tekshirish elib berishga boshlaganligidan derak bermaydi deyilgan. Klaymanning Xitoy hukumati ustidan qilgan da'vosi oldingi oyda sunilgan mazkur arz shikoyat da'vosida COVID-19ning sun'iy usulda yasalgan va Wuhan institutida barliq keltirilganligi o'tirg'i qo'yilgan. Bu Amerika axborot organlarining ta'minlagan isbotini naql qilib, virusning bir biologik qural ekanligida va nishonning boshqa davlatlar ekanligida shak shubha yo'qligini aytgan. Mazkur da'voda javobgar Xitoy hukumati, Xitoy armiyasi, Wuhan virus instituti, bu institutning mudiri Shi Jinli va Xitoy armiyasining generali mayor Chinwei bo'lib, Klayman Xitoydan 1.400.000dan ortiq odamga yuqqan va 85.000dan ortiq insonning joniga zomin bo'lgan bu yuqumni tarqatganligi uchun 20 trillion dollar to'lam talab qilgan. Da'vogar yana COVID-19 virusining dunyo nopusini yo'qotish maqsadida loyihalanganligini va biologik qurollarni ishlatishning 1925-yildan boshlab cheklanganligi sababli Xitoyning bu virusni ishlatishiga keng ko'lamli qirg'uvchi terror quroli qatorida muomala qilishi lozim ekanligini o'tirg'i qo'ygan. Koronavirusi Xitoy tajribaxonasidan ehtiyotsizlik tufayli tarqalib ketdimi? Suiqasd nazariyachilari bu virusni shu hayvonotlar mahsuloti bozoridan 16 kilometr keladigan Wuhan virus institutidan tarqalgan degan fikrni ilgari surmoqda. Xitoy davlatining xalq gazetiga asoslanganda mazkur institut nihoyatda xatarlik mikroorganizmlar bilan tajriba elib bora oladi ekan. Gerçi bu 1 milyon dollar qimmatidagi alohida yuqori bexatarlik tadbirlariga ega institut bo'lsa-mu, u yerdagi tadqiqotchilarning ehtiyotsizlikdan qon chachirtish voqeasi sababli COVID-19 virusi bilan yuqumlanganligi va bu virusni boshqa yerliklarga yuqtirib qo'yganligi to'g'riliq xabarlarmi bor. Bu institutning buningdan xili burunla shaparang bilan aloqador tadqiqot elib berayotganligi va koronavirusi bilan shaparang orasidagi munosabatni tadqiq qilish uchun tadqiqotchi izlayotganligi bu institutning 2019-yili noyabrda e'lon qilgan bir qator odam elish uqtirishlarining o'tirg'i chiqishi bilan yaqinda ma'lum bo'ldi. U shahardagi yana bir tadqiqot tajribaxonasi bo'lgan va bu tojisimon virusning tarqalish markazi bo'lgan Xuanan dengiz mahsulotlari bozoriga 5 kilometrmi kelmaydigan Wuhan kasalliklarini tizginlash markazining shaparang bilan aloqador tadqiqotlar elib berish orqali koronavirusining tarqalishchanligi ustida izlanayotganligini Xitoyning bir hujjatlik filmida ko'rsatilgan. Xitoydagi Xuanan Texnologiya Universiteti tarafidan elib berilgan bir tadqiqotda COVID-19ning balkim Wuhan kasalliklarini tizginlash markazida borliq kelganligi ko'rsatilgan bo'lsa-mu, bu maqola uzun o'tmayla olimlar va tadqiqotchilar tarafidan maxsus u ijtimoiy aloqa to'rbetidan elib etilgan.
Bu yıl kirgandan başlap Xitoyda tarqalgan Xitoy virusi sababli dunyoni ansizlik va vahima qopladi. 2019 yil oxirida Xitoyda bayqalgan bu virus 2020 Dünya Səhiyyə Təşkilatının vaba mənbəsi bolğan Wuhanni taqaş qararini elan qılğından beri biz Uyğurlar üçün ağır musibətlik günlər başlandı. Öyleriga sulanğan milyonlagan xalqimiz sünni açarçılıqның dərdini tartib ötküzgən şu 43 gün muhaciratdagi Uyğurlarni vatandagi xalqimizning hali puchlandırsa, onundan keyinla bu vabaning dünya miqyosida yamrab bütün davlatlarga afat bo'lishi, dünya xalqi bilan birlikda ko'rinmas virus sabablik o'z bexatarligimizning tahdid ostida qilishi bizni gangirtib ulgurdi. Bu vaba Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan Turkiyadami shiddat bilan tarqab, qiyinchilikda o'tayotgan Uyg'urlarimizga yana bir qiyinchilikni ustilab yukladi. Shundaqdimi Uyg'urlar vatandagi Uyg'urlar haqida dunyoni o'yg'itishga sal qaramay, mazlum xalqimiz uchun qo'ldan kelgan tirishchanligini ko'rsatib kelyotdi. Әмді біз Xitoyning vatanimizda ilib berayotgan istitaksiz jangining tafsilotlaridan sizlarni azroq xabardor qilishni o'yladik. 1-ayning 23-kuni Wuhan boshliq nurg'un shaharlarni taqqigan Xitoyning 3-ayning 5-kuni soat 0 dan boshlab Urumchini ichiyotganligi ma'lum bo'ldi. Vatanimizning boshqa shaharlarini to'liq ichiyotmagan bo'lsa-mu, Xitoy vaboni kontrol qildik deb jakarladi. Bütün dünyani vayronchilikqa silib, kontroldan chiqqan bu Xitoy virusining tuyuqsizlik kontrolga ilinib, Xitoyning tez suratda ishlab chiqarishni asliga keltirishning orqasidagi nurg'un haqiqatlar texicha o'ttirg'i chiqqani yo'q. Bizni teximi hayron qoldirdigini, kontrol qildik degan xabarni e'lon qilib, bir kun o'tmay Xotandan boshlab turkum Uyg'urlarni ishkirga yo'tkashga boshlig'ini bo'ldi. 28 fevral Xalq tori xabarida Xotanda 500 dan ortiq dehqon ishlamchi o'ddaga ilingan aeroplan bilan sirtqa chiqib ishlamchilik qildi nomli xabar besildi. Xalqning uylaridan sirtqa chiqishiga ruxsat qilinmay turib, buncha ko'p odamni maxsus aeroplan bilan Xitoy o'lkasiga yo'tkash diqqatimizni tortdi. Xabarda Xalq tori Uyg'urcha kanalining 28 fevral Beijingdan bergan telegramisi 2-ayning 27 kuni o'ddaga ilingan aeroplanga o'ltirib Fujanga bormoqchi bo'lgan Xotan shahridagi ishlamchilar o'zaro madad berib, bir-birini rag'batlantirdi deb yozgan. Xinhua tori xabar kanalining 3-ayning 5-kuni bergan xabarda 22 fevraldan boshlab Sharq Turkistondan Xitoy o'lkasiga 12 qitimda jami 2998 ishchi yo'tkiganligini. Buning ichida 6 turkumda 8 aeroplanda 1358 odamni, bir poyezdda 496 odamni, 5 turkumda 45 avtobusda 1144 odamni yo'tkiganligini yozgan. Ammo bu kishilarning konkret qaysi zavodlarga opirilganligiga oid mazmun xabarda berilmagan. 30 mart Xalq torining xabarida atalmış Şinjan yo'tkab ishga o'rinlashtirish orqali namratlikdan qutuldirishga yordam berdi nomli xabar e'lon qilingan bo'lib, bu xabarda Xotan viloyati Qarqash noyalik poyezd stansiyasida xodimlar poyezdga o'ltirib shimolga ishligili mangan deb yozgan. Xalq tori Uyg'urcha kanalining 24 martdagi xabarida Beijing 2020 yili Şinjanga yordam berish tur mablag'ini nuqtali holda Qarqash noyasi, Lob noyasi va ikki noyadagi namratlish nisbati 10% dan oshgan 118 kentga moyillashtirdi ekan. İgilinishicha 714 milyon 510 ming yuanlik atalmış Şinjanga yordam berish tur mablag'i yaqinda naqlashgan. Beijing şəhərindən 10-cu türkümdə atalmış Şinjanğa yardım berdiğan kadrlar və ixtisaslıqlar yaxında türkümgə bölünüb Şərq Türkistanğa kelidi ekan. Xəbərdən qaraganda namratlaşış ağırlaşqan. Şu qədər məbləğ siliniyotgan bir rayondan adamlarni boshqa yerga yo'tkiginiga qaraganda məbləğ silinadigan turlar adam ishlatmaydigan kasblar uchun silinamdi. 10-cu türküm yardım bergüchi xodimni yo'tkab akapdi. Bu qandaq mantiqa? Öz xalqini yurtidan qo'g'lab, yot yurtlarga, Xitoy o'lkalariga opirib etib, mablag' saldiq deb o'zining odamini yo'tkab akilib ishlatishdiki maqsad nima? Silingan mablag'dan kimlar foydalanadi? Yasalmalik bilan pardozlab, chiroyli ton kiydirib turib elib berayotgan zulmi
Qilayotgan shumliqlarga dunyo o'z halakchiligi bilan qolg'ach, inkas qaytarishga vaqti yetmadi. Xitoy fursatdan foydalanib, tezlikda harakat elib bormoqda. Hürmetlik televizor köyçiler, Vatanga nazar programımız vaqt münasebeti bilan mush yerda oxirlashdi. Keyingi son programmamizda ko'rishguncha xushvaqt bo'linglar, xayr xo'sh.